5-sinfdan oshxonada ishlaganman, somsaxonada. Somsa yopganman, somsa sotganman, piyoz to'raganman, piyoz chopganman. Oyim, uyalaman, sen nimaga uyalasan? Uyda olib kelganmisan? An chetga o'tib yeb ol, men qarab turaman, familiyangizni chaqiraman dedi. Kimgadir yoki o'zingizgadir nimanidir isbotlamoqchi bo'lganmisiz? Otasiz o'sgan bola yoki qiz albatta yaxshi yo'lga yurmaydi, yomon bo'lib ketadi, buzilib ketadi, o'g'ri bo'ladi, battar bo'ladi degan fikr tushuncha bor. Boshlovchi degan sal erkinroq fikrlay olish kerak. Tayyor yozilgan qog'ozni u kechirasiz robot o'qib bera oladi. Biror telekanal yoki radio kanalda ish faoliyatingiz davomida nizo sabab o'sha faoliyatingizdan ketgan holat bo'lganmi aka? Mana shu yerda o'sha ongda hamma narsani saqlab, hisob-kitob qilib, hamma narsani bas-balandni o'lchab, xulosa chiqarish kerak. Nimani qattiq saqlab qolgansiz aka miyangizda? Ko'p narsalar. Efirkani eshigini ochib kirdingiz bo'ldi, hamma narsa bu yoqda qolishi kerak. Eng qiyin vaziyatda ham efirga chiqqan vaziyatlaringiz, holatlaringiz bo'lganmi? O'g'lim ko'nkeli ertasiga chiqaman efirga. Telekanal boshlovchiga yordam berish kerak. Boshlovchi bor o'zini potensialini telekanal uchun ishlatish kerak. Ijodiy faoliyatda oyoqqa turishingizda qaysi telekanal o'sha ikkinchi qars bo'lib bergan? Bo'ldi, kamera bering desam yo'q deganlar. Bugun boshlovchilik qiyin bo'lib ketdi. Chunki oldinlari 4 ta 5 ta kanal bo'lardi va mashhur bo'lish osonroq edi. Mana bu yerda miya bor-da. Uni ishlatsa og'rimaydi. Chiqib olib raqsga tushib tanilaman deydimi, bir nima qiladi, kerak emas. Qo'shiq aytishgan, qo'shiqda o'sha fahshga targ'ib qiluvchi, ishora qiluvchi so'zlar ishlatilgan va unga boshlovchilardan birining munosabati berilgan. Raqsga alohida raqqos aytib qo'yish kerak. U boshlovchi. Yo o'yinchimi? Yo uni qilsin, yo buni qilsin. Bugun men bundoq ko'rinsa, baravariga tap yugurib kelib, hammasi o'shani olib kelib efirga chiqarish harakatini qiladi-da. Xoh davlat telekanali bo'lsin, xoh xususiy telekanallar bo'lsin, ko'rsatuv uchun birinchi o'rinda planka bu reyting yuqori bo'lishi qo'yiladi. Kanalingizdagi nechta boshlovchi bo'lsa, olib chiqing deb bozorga qo'yib yuboring, qani nechta odam taniydi. Mana sizga oddiy reyting, xalq reytingi. Bo'ldi, yutqizdingiz 7 soniya. Assalomu alaykum barchaga. Kun.uzda yana kun podkastida siz bilan ko'rishganimizdan g'oyat xursandmiz. O'rtoqlar, bugun yana bir aktual mavzu haqida gaplashamiz. Bugungi mavzuyimizda bizga ham suhbat bo'ladigan, hamrohlik qiladigan akamiz, ajoyib ijodkor, teleboshlovchi, radio boshlovchi, aktyor Muzaffarbek Mirzabekov. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Xushvaqt bo'ling. Xo'p, suhbatimizni bugun men sizni ismingizdan boshlashni lozim topdim aka. Muzaffarbek. Ismingizni kim qo'ygan? Ismimni onamda qo'yganlar, hamisha g'olib bo'lsin deb. Ismni ma'nosini shundan bildim va ismingiz jismingizga monandda, ya'ni faoliyatingiz davomida qaysidir ma'noda bizga noma'lum aka, sizga o'zingizga ma'lum, lekin bizga noma'lum faoliyatingiz davomida hech qandaydir bir ortiqcha mishmishlar atrofiga tushib qolmagansiz. Va mana shu jihatda men o'yladimki, demak har qanday sohada, xoh u tele radio sohasida, xoh u shoumenlik bo'ladimi, kino bo'ladimi, aktyorlik sohasida bo'ladimi, siz faoliyat yuritgansiz va bugun biz beradigan savollarimizga siz o'sha g'olibona, zafarona javob bera olasiz degan umiddamiz. Xudo xolisa. Xo'p, suvlidan oling, bemalol ichib, bugun suhbatimizni olib borishimiz mumkin. Avvalida har bitta narsada qiyinchilik bo'ladi va inson mana shu qiyin damlarni o'tkazishga to'g'ri keladi. Siz o'sha g'olib bo'lish uchun, Muzaffar degan nomga ega bo'lish uchun qanaqa qiyinchilik davrlarni boshdan o'tkazgansiz? Endi yaxshi maqol bor-ku. Jon kuydirmasang jonona qayda, toqqa chiqmasang do'lona qayda deydi. Har yerni qilma orzu, har yerda bor tosh tarozi. O'shaning uchun bo'lgan, nohaqliklar bo'lgan, balki men u yerda nohaq bo'lgandirman. To'siqlar bo'lgan, busiz ilojisi yo'q. Hech kim siz orqangizdan itarib, mana hech qanaqa haligi qarindosh urug'im yo'q, yuqori lavozimlarda ishlaydigan, tog'am yo'q, xolam yo'q, qo'ni qo'shnim yo'q. Men avvalomboshi mehnat, ko'pchilik aytadi, gapiradi deb bo'ladi deydi. Ko'pchilik aytadi, mehnat 99% mehnat, 1% iste'dod. To'ppa-to'g'ri. Bu mehnat, o'z ilojisi yo'q, mehnat qilmasangiz bo'lmaydi. Shuning uchun men birinchi navbatda har doim aytaman, bu narsani aytishdan ham charchamayman. Mana shunaqa menga yordam bergan, ya'ni yaxshi ma'noda g'oyalarim qo'llab-quvvatlagan
vaqtida qani qila oladimmi yo'qmi deb mani sinagan ustozlarimga, Furqat akam Zokirovga, Akrom akam Mahkamovga kattakon rahmat deyman, umrlari uzoq bo'lsin. Muzaffar bo'lib tanilishimda shu insonlarning hissasi juda ham katta. Qahramon akam Mashurov, ustozlar juda ham ko'p. Obid akam Asomov, To'xtamurod akam Azizov, Botir akam Muhammadxo'jayev, Mirzabek akam Xolmetov dars berganlar institutda. Ustozlarga men hammaliga rahmat deyman. Bir intervyuda bir taniqli insonni bir zo'r gaplari menga yoquvdi. O'zimdan 1 yosh katta bo'lsa ham aktyorni, aktrisani men o'zimga ustoz deb bilaman degan edi. Xuddi shunday men o'zimdan 1 yosh katta, mendan oldin faoliyat boshlagan insonlarni hammasini ustoz deb bilaman. Mehnat deb aytib o'tdingiz-ku. Mehnat har qanday kelajakdagi qilingan ishlarni albatta samarasini beruvchi vosita bu mehnat hisoblanadi. Biz bolaligimizda hammada menimcha bu holat bo'lsa kerak va kimdir bu holatni balki eslamas, balki o'sha holat, o'sha qilgan mehnatini har qanday holatda gapira olar. Bolalikda bo'ladi, kimdir u kasbda, kimdir bu kasbda. Sizni ham qaysidir kasblarga qo'yishgan, a? Albatta. Men bolaligimda 5-sinfdan oshxonada ishlaganman, somsaxonada. Somsa yopganman, somsa sotganman, piyoz to'raganman, piyoz chopganman. Institut bitirgunimcha ishlaganman. Undan tashqari institutga kirolmaganimda 1 yil Mikon zavodida ishlaganman, oddiy chilangar bo'lib. Yo'q. Ishlaganman. Institut o'qiyotganimda tirikchilik qilish kerak deb 1993-yil 1-chi bo'lib Ahror Qo'shmatov kelamiz. U paytda hali bunaqa narsa yo'q edi. Yangi yil arafasida xonadon yurib, men Qorboboni kiyimida, Ahror ayiq nima masxarozim kiyimida tabriklab yurardik bolajonlarni. Biz nima yo'l qilgan edik? Qahramon akam Mahkamov video kamera olardilar. Kirib borishidan boshlab suratga olib, o'yin-kulgi qilib, o'sha kasetani yarim soatlik tabrikimiz bo'lsa, qolganiga multfilm yozib, uy egasiga sovg'a qilinardi. Qo'y. Mana shunaqa qilib haligi nimadir esdalik bo'lib qolish kerak o'sha uy egalariga. Xuddi mana shunaqa qilib biz esdalik qilganmiz. Endi keyinchalik mana ko'payib ketdi, hali yo'lda turib ham Qorbobo xor bo'ldi deyishdi. To'xtatib olib ketinglar deb. Haqiqatda mana shu narsani birinchi bo'lib biz boshlaganmiz. Bundan har doim xursand bo'laman va o'sha odamlarga shirin xotiralarni, shirin hissiyotlarni taqdim etadi. Yaqinda ham bir joyda bir insonni ko'rib qoldim. Ukam, yaxshimisan, tuzukmisan? La, rahmat. Sen menikiga Qorbobo bo'lib kelgansan, o'g'limni, qizimni tabriklagansan. Rahmat. O'sha o'g'limni to'yi bu degan edi. Qo'y. O'shaning uchun u mehnatni bekorga aytayotganim yo'q. Mehnat qilganman. O'sha undan tashqari kichkinaligimda 4-5 yoshligimda onam bilan fabrikada ishlardilar. Ikkita ish qilardi, ham o'tikada ishlardi, ham farroshlik qilardilar. Kechqurun borib qarashardik, farroshlik qilayotganlarida onamlarni mehnat qilganmiz. Ustozlarni nomini tilga oladigan shogird albatta muvaffaqiyatga erishadi. Buni misolini biz juda ko'p ustozlarni misolida ham, hayoti, faoliyati misolida ham ko'rdik. Lekin bitta savol, sizni o'sha hamma muvaffaqiyatlaringizga sababchi inson sifatida birinchi o'ringa ko'tarish kerak bo'lsa, kimni ko'targan bo'lasiz? Albatta onammi. Bu siz ilojisi onam. Chunki men bitta kichkina narsani aytib beraman. Mana shu institutga imtihon topshirayotgan paytimda ertalab borilarda, endi ijodiy imtihon topshirilardi, hech qanaqa test degan narsalar yo'q. Kallangizda bori chiqardi. Chiqib keladi. De borardik, oyimlarga "Oy, qovuring sizsam yo'q" dedilar. Kosaga moshchirimikan yoki ovqat bankiga solib olib borardilar oyimlar. O'sha yerda o'tirardilar. Haligi qornim ochib qolsa, endi kechgacha kuchingiz kerak, qachon navbatingiz keladi bilmaysiz. Yo'qlama qiladi, endi yo'qlama bilan familiya kirgizadi, bir xillar orasida ma'mi kirsa deb kirgizib yuborishadi. O'tda abituriyentsiz, nima deb domlaga gapira olasiz, hech nima deya olmaysiz, o'tirasiz poylab majbursiz. O'shani olib borardilar, oyimlar, "Bu yoqqa men chetga o'tib, men buni yeb olgandir" dedi. "Oyi, qo'yingsam, yeb ol. Oyi, men uyalamansan. Nimaga uyalasan? Uyda olib kelganmisan? An chetga o'tib yeb ol. Men qarab turaman, familiyangizni chaqiraman" dedi. Ona bu hech qanaqa ta'rif berib bo'lmaydigan zotda. Qo'y. Hozir shu paytgacha o'sha ish aytyapsiz 5-sinfligimdan dedingiz. Shu ishlash orqali kimgadir yoki o'zingizgadir nimanidir isbotlamoqchi bo'lganmisiz? Yoki uydagi, oiladagi bir kam-ko'stni to'ldirish ham niyat bo'lganmi? Yo'q, u isbotlash o'z-o'zidan bo'lgan. Bu siz ilojisi yo'q. Nimagadir nima sabab bo'ladi deydi-yu baribir.
man otasiz o'sganman. Har nimada shunaqa fikr bo'lardi, otasiz o'sgan bola yoki qiz albatta yaxshi yo'lga yurmaydi, yomon bo'lib ketadi, buzilib ketadi, o'g'ri bo'ladi, battar bo'ladi degan fikr tushuncha bor, hali ham odamlarda bor. Xo'p. Man shu stereotipni buzish niyatida bo'lganman. Ya'ni otasiz o'sgan bola hech qachon yomon bo'lmaydi deb shuni isbotlash uchun harakat qilganman. Institutda ham qizil diplomga bitirganman. Buni har doim maqtanib ayta olaman. Institut tarixida 6 olgan o'quvchiman. Orol Mirzo Safari bitta olgan 6, keyin menga 6 qo'yishgan. Va men harakat qilganman shu narsani isbotlash uchun. Qanaqa qilib buni 5-sinfligingizda shu narsani anglab yetganmisiz? Ya'ni otasiz farzand yaxshi yoki yomon bo'lishi haqidagi fikrlar shu 5-sinfligingizda o'tyapti. Yo'q, undan kichkinaligimda bo'lgan, lekin hammasi yig'ilib kelib baribir insonga, odamga ongi degan narsa berilganda, u mana shu yerda o'sha ongida hamma narsani Saqlab qoladi. Saqlab, hisob-kitob qilib, hamma narsani bas-balandni o'lchab, xulosa chiqarish kerak. Nimani qattiq saqlab qolgansiz aka miyangizda? Ko'p narsalarni. Ustozlar bizga tanbeh beradiki, o'sha tanbeh hayotimiz davomida esimizda qoladi va bilamiz faoliyatimiz davomida ham o'sha xatolarni qilmaslikka harakat qilamizda. Siz ham esingizda qolgan tanbehlar bormi? Hali ustozlarni sanab o'tdingiz-ku. Mana shuni qilmagin degan ma'noda qanaqadir qattiq gapmi, tanbehmi eslab qolganmisiz? Asosan to'g'ri yaxshi maslahat berishardi menga. Aynan Furqat akam Zokirov birinchi marta o'sha O'zbekistonda xususiy kanal, bu Radio Grant bo'lgan, radio kanal. Aynan shunda birinchi boshlovchilar qatorida Nazira Inayatova va men birga boshlaganmiz. Shunda Furqat akam aytgan edilar. Chiroyli salomlashib, chiroyli xayrlashgan. O'rtasida olam shumul gap etsang ham birov eshitmaydi, tushunmaydi. Odamlarga farqi yo'q. Saloming bilan xayring esingda qoladi. Shuni chiroyli qilgandirdilar. Keyin aytardilar. Imkon qadar so'z torligi, fikr kengligi bo'lsin deb. So'z torligi, fikr kengligi. Shunaqangi so'z topkinki, o'sha bitta so'zing bir varro ma'no beradigan bo'lsin dedilar. Keyin Qahramon akam Ashurov ko'p aytardilar. Gapirayotganingda gapirishingdan oldin mamta taxlab kelgin gapingni. Sochilib yotmasin. O'tdan betdan to'g'ri don cho'qigandek cho'qiydigan bo'lsang, fikrlaring tarqoq bo'ladi. Gapingni boshi bor, oxiri topolmay qolasan dedilar. O'zi sekin suhbatni maqsadi ko'rinyapti, tomoshabinlarimiz. Bugun men nimaga sekin suhbatni ism ma'nosidan, sizni kichik faoliyatingizdan olib keldim aka. Bugun podkastda biz har xil mavzularga qo'l uramizda, aktual mavzularga qo'l uramizda, lekin menimcha bugungi ko'rsatuvimizda kelajakda oldiga teleboshlovchi, radio boshlovchi bo'lishni maqsad qilgan ukalarimiz bor, singillarimiz bor. Juda ko'pchiliklari menimcha o'zingizga ham murojaat qilishsa kerak. Haligacha hali menimcha shogirdlar maktabini boshlamadingiz aka? Yo'q, shogirdlar maktabini boshlamadim. Endi bilmadim, balkim ozgina vaqt o'tib boshlarman. Sababi baribir o'sha Alisher Navoiyning gapi menga yoqadi-da. Hunarni asrabon netkumdir oxir, olib tuproqqa ketkumdir oxir deydi. Baribir kimgadir qoldirishingiz kerak-ku. O'shaning uchun pichoq qiyinladigani bo'lsa qoldirish niyatdaman. Alloh rahmat qilsin, ustozim Baxtiyor akam Sayfullayev, Senat raisi, madaniyat vaziri bo'lgan inson, institutga qabul qilganlar bizani-da. O'sha Baxtiyor akam san'at va madaniyat instituti bitta bo'lib, chiroyli qilib uni remontdan chiqarishdi. Bir kuni chaqirdilar, ustoz deb qo'yardilar-da. Mana ustoz bir kelib keting dedilar. Endi yangi remontdan chiqqan, bordim. Endi Baxtiyor aka, mana bu oshxona bo'lardi, o'quv teatri bo'libdi, bu mana bunaqa bo'libdi, mana zo'r aylantirib chiqdilar. Keyoxonaga kirdik. Alloh rahmat qilsin. Aytdilar-da, endi dedilar, dars olmashdi dedilar. Sahna nutqi kafedrasini yoshartirdim. Ramizakin Qodirov Zav kafedra, Bahodir Magdiyev shu yerda, Saypilla shu yerda, san ham dars oldilar. Dars berasan dedilar. Baxtiyor aka, men hozir hech ham ilojim yo'q. Nimaga dedilar? Ulgurmayman aka dedim. Televideniyam bor, radioim bor, to'y hasham bor, konsertim bor. Ulgurmayman. Sen qachon unda dedilar. Bir 60 ga chiqsam, ablah ungacha men bormanmi, yo'qmanmi dedilar. Alloh rahmat qilsin.
imkoniyat zo'r berardilar-da, mana foydalan-da. Endi men o'zim baribir men bitta ko'p gaplashaman-da, men o'zim bilan o'zimda. Hali jichcha bor deb hisoblayman. Hozir ham hatto. Ha, hattoki hozir ham. Bir xil anaqadan ko'ramanda jahlim chiqib ketib qoladida-ki, yo, demak hali jichcha bor. Jahl pishib, yetilib kelib, keyin baribir bir maktab qilish niyati bor. Chunki ko'p boshlovchilarni o'sha kurslar ochishadi, o'quvchilar qabul qilishadi. Ular o'qitgan bolalarni ko'pini ko'raman, suhbatlashaman, boshqa qilaman. Aksariyati romkada bo'lib qoladi, jiddiy. Yo'q, sal bo'shroq bo'lish kerak. Boshlovchi degan sal erkinroq fikrlay olish kerak. Tayyor yozilgan qog'ozni u kechirasiz robot ham o'qib bera oladi. Hozirgi kunda ayniqsa. Hozirgi kunda ayniqsa. Hozirgi kunda juda ham ko'p ukalarim mendan xafa bo'lishmasin. Men to'g'risini aytaman, sal erkinroq bolalarga dars beringlar, erkinroq bo'lish, erkinroq fikrlash. Menga Samandar anaqalari yoqadi, ko'p kuzatib turaman Samandar Hamroqulovni. Ha. Samandar mana dars bergan bolalariga original o'zini yo'nalishida tushuntiradi-da. Original qilib tushuntiradi, original qilib dars o'tadi. Kuzatib boraman. Shogirdlarida ham, o'zlarining chiqishlarida ham o'zlarini Samandar Hamroqulovni imzosi bor. Seziladi shu narsa. O'zi Samandar zo'r aktyor. Zo'r aktyor. Aynan o'sha qo'shiq chiqqanda, Qurbon bo'laman qo'shig'i chiqqanda, Samandar plastika zo'r-da. Chiroyli uni sahnalashtirgan raqsida, aynan to'ylarga bitta Samandar raqs uchun taklif qilishardi, Abdulaziz. De kelmay qolsa, qani ana o'ynaydigan bolang deyishardi. Chunki u mehrni qozongan edi, o'zini plastikasi, aytganingizdek o'zini imzosi bilan. De juda ko'p xizmatida o'sha paytda 97-98-yilda Samandar o'zini imzosi bor edi. Keyin bu qo'shiqqa o'tdi. O'sha o'zini sevgi fazosi, qo'shiqlari sekin-sekin aktyorlik, ha. Ko'p qirralari ochildi keyin. Albatta. Biz gapim sal oldin chala qolib ketdi. O'sha siz bilan suhbatni boshlaganmiz. Bugun o'sha dasturlamal ma'nosida o'yladim. Ya'ni siz bilan bo'ladigan suhbat bu sizdan imkon qadar tele va radio boshlovchilik bo'yicha kichik bo'lsa ham, endi 1,5 soat, 1 soatlik suhbatda biz katta butun boshli tajribani ola olmaymiz. Lekin kichkina bo'lsa ham shu poy qadamlarni, fundamentlarni, asoslarni sizdan olib, shu bizning ukalarimiz, singillarimiz qaysiki maqsad qilgan bo'lsa aka, shu maqsadlari uchun ham mana shu ko'rsatuvni ko'rib, bitta narsani o'rganishsa, o'shani qaysidir efirlarda qo'llab ko'rsa, biz bundan xursand bo'lamiz. Endi sekin-asta o'sha faoliyatni boshiga o'tamiz aka. Faoliyatni birinchi radiodan boshlagansiz, adashmasam. Qaysi ustoz olib borganlar, qanaqa bo'lgan? U 5-sinfda bo'lgan, pioner ertaligi bo'lardi. Oldin maktablarda Hamzaxonlik, Navoiyxonlik degan tanlovlar bo'lardi. O'shanda Navoiyni rolini o'ynaganman, Boburni, o'sha biz maktablar o'rtasida bo'lganda final bosqichiga chiqqanmiz o'zimizning rayonda va o'sha final bosqichiga Hafiz opam Hayitmetova, Sobirjon akam Sodiqov kelishgan. Hakamlar hay'ati bo'lib kuzatishgan. 5-sinf bo'lamiz. Chiqib o'sha chiqishlarni qilganmiz. Avaz Berdiqulov bu yoqda 191-maktabdan kelgan edi. Avaz bilan o'sha oldin biza Dom Pioner bo'lardi, Pionerlar saroyi, o'sha tanishganmiz. O 82-83-yillarda. U Qoraqamishda edi, Abdulla Nabiyev nomidagi Pionerlar saroyi bo'lardi. O'sha yerda men yosh qalamkash to'garagiga borardim. Alloh rahmat qilsin, Samira opam Egamberdiyeva, zo'r shoira. O'shanda birinchi marta Qudus Muhammadiyni ko'rganman. Men u insonni fanat edim. Chunki she'rlarni o'qib, bolalar uchun yozilgan she'rlarni o'qib fanat edim. Shuni birinchi marta o'shanda ko'rganman. Va o'sha tanlovda tugagandan keyin Hafiz opam siz yaxshi gapirar ekansiz. Bir radio kelmaysizmi deganlar. Lekin Sobir akam tanlov tugashi bilan aytayaptilar. Ha, tanlov tugagan endi. Bir radio kelmaysanmi bolam deganlar. Ya xudo xolasa deganman. Keyin telefon raqamlarim, manzillarimni yozib olishgan, uyga telefon qilishgan, oyimlar olib borganlar. Amir Temur xiyoboniga, skverga, davlat radiosi o'shda bo'lardi, borganman. Pioner ertaligi eshittirishi. Kirganman studiyaga, haybat, voh, deb xayolingiz kelmagan anaqa.
De qani gapir deyishgan. Mikrofon baland bo'yim yetmaydi. To'xta deganlar. Sabir aka chiqib yash yopib berganlar. Chiq ustiga deganlar. Yash ustiga chiqib tekst berishga o'qiganman. Endi shuni gapirib ber deyishgan. O'qigandan ko'ra gapirib berganim qizig'roq chiqqanda. Haftada 2 marta borardim o'sha pionertaliga, ovozim yozib kelardim. Keyinchalik alanga bo'lgan. Komsomolga o'tilgandan keyin 10-sinflarda, 9-10-sinflarda alanga eshittirchi bo'lardi. O'shani yozgani borardik. O'shanda boshlangan radiodagi. Mana hozir siz borgansiz, qarang, hammasi sizni qo'llashga bo'lyapti-da. Mikrofon keldi, bu yoqdan efirga chiqdingiz, nutqingizni ko'rsatib berdingiz-da. Aka, mana shu nutqni rivojlantirish uchun siz undan oldin nima qilgansiz? Nima o'qilganki? Undan oldin pishgan nutq. 2-sinf bitirganimizda yozgi ta'tilda onamlar Abdulla Aripov onajon degan she'rni berganlar. She'r demak. She'r, onajon degan she'rni berganlar. Shuni yodla deganlar. De, o'sha she'rni 3 kundami, 4 kunda yodlab bo'lganman. De, haligi esimdan chiqmaydi. 1-sentyabr kuni edi, maktabda lineyka bo'lgan. De, kim she'r biladi, she'r o'qib bersin desa, chiqib onajon she'rni aytib berganman. O'sha maktabda nima tadbir bo'lsa, o'qituvchilar yig'lashardi, chiqib o'shani ayttirishardi, sahnaga chiqarib qo'yib, onajonni ayttir. Endi men o'shanda yodlaganman, endi de oyimlar agar so'rasa o'qib berasan deganlar-da maktabda. De keyin aytdim, oyim, men o'qolmayman, uyalaman. Sen bitta nuqtaga qaragin, de to'g'riga qaragin, bitta nuqtani topib olgin. Hech kim yo'q atrofingda, o'sha nuqtaga qarab aytsang, adashib qolmaysan deganlar. De chiqib faqat mana shu nuqtaga qarab ayturardim. Bitta nuqta onajoniga she'r aytardim, ifodali o'qirdim. O'qituvchilar yig'lardi. Nima tadbir bo'lsa ham chiqarib o'shani aytirishardi. O'rtoqlar, she'r aytsa chalg'ib ketadiganlar mana. Haqiqiy dasturlamal, haqiqiy dars mana. Shunchaki kimdandir o'rganish shart emas, bir nuqtaga qarab she'r chiroyli o'qishga harakat qilish kerak. O'zi nutq rostdan to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Haqiqatan ham nutqning chiroyli bo'lishi bu o'sha she'rlar bilan bo'ladi. So'zlarni, virgullarni, aynan punktatsion tinish belgilarini his qila boshlaydi inson o'sha she'rni yodlash orqali. Yaxshi ma'lumotlar aytilyapti. Sekin-asta faoliyatingizni yuqori qismiga o'tamiz. Shu paytgacha biror telekanal yoki radio kanalda ish faoliyatingiz davomida nizo sabab o'sha faoliyatingizdan ketgan holat bo'lganmi aka? Nizo demaydi buni. Kelishmovchilik deylik. Yo'q, kelishmovchilik ham emas. Xo'p. Haligi shart qo'yishgan. De o'sha paytda siz ham radiosida ishlardim, yoshlar kanalida ishlardim. Shart qo'yilgan yoshlar radiosiga o'tib ishlagan. Chunki xususiyda ishlash mumkin emas. Qanaqadir bir shunaqa tartib o'ylab topilgan, hech qayerda qonun qoidada yozilmagan-da. Agar yozilgan bo'lganda ko'rsatishardi. Mana palon moddaga ko'ra, palon punktiga ko'ra debdi. Shunaqa shart qo'yishgan, yo o'tda ishlagan, yo bo'shashing kerak deb. Siz qaysini tanlagansiz? Men radioni tanlaganman. Ssenariyni yozganman, chiqib ketganman. Qanaqa zavqini sezasiz radio boshlovchilik va tele boshlovchilik o'rtasidagi farqda? Qaysi birida zavqliroq? Radioda zavqli. Nimasi bilan? Radioda birinchidan o'zingiz maza qilib ishlaysiz. Har doim mana bu yerda kontrol lampochkangiz yoqib o'tiradi. So'z to'g'ridan to'g'ri ketayotganligi uchun. Kontrol lampochkangiz har doim yoqib o'tiradi va eng zo'ri siz tasavvur qilish bo'yicha fikringiz, ongingiz, tasavvuringiz kengayadi. Sababi siz ko'rmagan odam bilan gaplashasiz radio orqali. Televizorda ko'rasiz, tasavvurga egasiz, ha, mana bunaqa chochini turmayga bunaqa ekan, mo'ylovi bor ekan yoki bunaqa ko'ylak kiyib olibdi deysiz. Radioda siz o'sha inson tasavvur qilib gaplashasiz. Alloh rahmat qilsin, Obtikam Asomov ustozim aytardilar-da. Sen qanaqa qilib ko'rmagan odam bilan gaplashish mumkindirdilar-da. Aka-uka bo'lib, ha? De, uni aytaman, tasavvur zo'r narsa-da. Siz o'zingiz dunyoyingiz bo'ladi-da radioda. Maza. Xo'p, o'zi boshlovchi sifatida o'zingizni qanaqa talablaringiz, o'zingiz uchun qanaqa prinsiplaringiz bor? Boshlovchi ertalab efirni boshlashdan oldin mana bunaqa qilish kerak,
mana bu qoidalarni bajarish kerak. Qanday kimdir sokinroq musiqa eshitib ko'rsatuvni boshlab oladi, sal xayollarini chalg'itish uchun. Kimdir undan oldin umuman qaysidir ma'noda negativ xabarlardan uzoqroq yuradi, ko'rsatuvni yaxshi, samimiy, pozitiv o'tkazish uchun. Sizda qanaqa o'zingiz uchun talablar bor aka? Yo, negativmi, boshqami? Efirkani eshigini ochib kirdingiz, bo'ldi, hamma narsa bu yoqda qolishi kerak. Hamma narsa bu yoqda qolishi kerak. Siz tinglovchiga kayfiyat bag'ishlaysiz, tinglovchiga yaxshi ma'lumot berasiz, yaxshi energetika berishingiz kerak. Siz o'zingiz mana bu urushib keldingizda, hali "Ebepda yaxshi o'tiribsizlarmi? Mana shularni eshitinglar" deb kerak emas. Siz tinglovchiga ertalabdan uni uyg'otishingiz kerak bo'lsa, yaxshi kayfiyat berishingiz kerak. Men jinglim bor-da radioda. Ertalab vohli uyg'onadigan jonzot bu xo'roz, xo'rozdan keyin uyg'onadigan boshlovchi bu men degan. Men hamma narsani o'sha yerda tashlab kiraman. Bu bo'yicha alohida savol tuzgandim o'zi. Savolni ham o'zi boshlovchilar bilan ayniqsa katta tajribaga ega bo'lgan boshlovchilar bilan muloqot qilish qiyin-da, chunki savollar, ssenariy bir chetda qolib ketib, suhbatning ichi buzilib ketib qoladi va bu tabiiy deb qabul qilaman. Aka, mana shu savolni endi baribir beraman, o'zim uchun qiziq. To'g'ri fikr aytib o'tdingiz. Boshlovchi efirga chiqishidan oldin u bilan bog'liq bo'lgan qanaqadir negativ holatni umuman unutish kerak va uni kayfiyati buzilib efirga kirishi va efirni yomon kayfiyatda olib borishi, yomon kayfiyatni boshqalarga ulashi bu noto'g'ri holat, bu qoida hisoblanadi va boshlovchi tomoshabinlarning hech qanaqa aybi yo'q degan qoida bor. Ustozlarimiz shunaqa o'rgatishgan. Siz mana shu qoidani hech faoliyatingiz davomida 30 yildan oshdi aka faoliyatingizga. Shu faoliyatingiz davomida hech biror marta buzib qo'yganmisiz? Yo'q. Nahotki? Bu temir qonun. Bu temir qonun. Buni buzishga haqqim yo'q. Haqqim yo'q. Tinglovchida nima ayb? Mani muammoim uni nima aybi bor? Hech qanaqa haqqim yo'q. Men shu paytgacha bunga yo'l qo'ymaganman, bundan keyin ham xudo xolasa yo'l qo'ymayman. Shunday. Eng qiyin vaziyatda ham efirga chiqqan vaziyatlaringiz, holatlaringiz bo'lganmi? Albatta. Ruhiy holat qiyin bo'ladi-yu, iloji yo'q. Qanday? Masalan, bittasini ayting. Eng qiyini. O'g'lim ko'nkeli ertasiga chiqaman efirga. Voy. Necha yoshdilar? Yosh edi. Kichkina. Bunday holat bo'ladi faoliyat davomida. Bu savolni ko'pchilikka berganimda har xil javoblar olganman, lekin bunaqa keskin javobni hech kimdan eshitmagandim, uzr aka. Xo'p, davom etamiz. Boshlovchi telekanalni tortish kerakmi? Shu savol meni juda qiynaydi-da. Boshlovchi telekanalni tortish kerakmi aka yoki telekanal boshlovchini ko'tarishi kerakmi? Shu ikkala holatda tarozini ikki tomonga turibdi-da. Men o'zim tushunmayman. Siz qanday fikrdasiz shu bo'yicha? Har doim oltin o'rtalik bo'lish kerak-da. Telekanal boshlovchiga yordam berish kerak. Boshlovchi bor o'zini potensialini telekanal uchun ishlatish kerak. Chunki qarz ikki qo'ldan-ku. Sizga shu paytgacha qaysi telekanal o'sha keling birinchi oyoqqa turishingizda deylik, o'sha faoliyatingiz davomidagi ijodiy faoliyatda oyoqqa turishingizda qaysi telekanal o'sha ikkinchi qarz bo'lib bergan? Men axborotga ishga kirganman 1993-yil rejissyor assistenti bo'lib. Demak, informatsion yo'nalishda asosiy. Bobur akam Alixonov meni ishga olganlar, men rejissyor assistenti bo'lib kirganman. Pultda efirga berish uchun pultda o'tiradigan bo'lib kirganman. Lekin o'sha paytda ma'mur bo'lib ishga olishgan, qog'ozda rejissyor assistenti bo'lgan. Chunki men shu insonga ham katta rahmat deyman, Bobur akamga. Aynan suhbat bilan kirilardi u paytda. Suhbatlashardi. Hamma ishga kirayotgan bilan bitta Bobur akam suhbatlashardilar. Hujjatlarimni topshirganman, suhbatga chaqirishgan, kirganman oldilariga. Qayerda o'qiysan dedilar. Mana shunaqa madaniyat institutida o'qiyman, rejissyorlik bo'limida. Sen yozganman endi ma'mur qilib ishga olishni so'rayman administrator qilib dedi. Nima ma'mur deb yozding dedilar. Rejissyor assistenti deb yozdilar. Nimaga desam, baribir bitirasan-u, institut rejissyor bo'lasan-u dedilar. Ungacha pishib turasan dedilar. Rejissyor assistenti deb yozdim, bo'ldi, ishga olinding dedi. Chiqdim, hamma hayron. Televideniyada 20 yillab administrator bo'lib yurganlar hali rejissyor assistenti bo'lmagan. Institutda o'qiyotgan bola, 2-kurs bola, 3-kurs bola kelib xonadan rejissyor assistenti bo'lib chiqib yotdi. Lekin administratorlik ishini qilganman, o'sha ma'murlik ishini qilganman.
Aha. Sababi u paytda titrniца bo'lardi, shaharlar rasm bo'lardi, ob-havo paytda qaysi kamera yonsa o'tirib turadi, o'chganligini olib almashtirilardi. De o'sha studiyada kirib, o'sha titrnicada ishlab, hali lampochkasi kuyib qolgan ekan, kamerani bilmasdan ko'tarsa, "Qo'y, nimaga ko'tarasan?" deb baqir-chaqir, juda qiziq voqealar ko'p bo'lgan. Aynan o'shanda axborotga ish kirganman, assistenti bo'lib, o'sha efirga berardik. Ertalab azonda kelardim. Assalomu O'zbekistondagi axborotni efirga berardim. Keyin radioga ketardim. Radiodan keyin o'qishga borardim. Xullas, hammasi bir-birini chambarchas bog'liq. Keyin aynan institut bitirayotganimda diplom ish qilish kerak bo'lgan. Diplom ish qilishim kerak. Nima qilaman? Men ko'rsatuv qilaman deganman. Diplom ishini sifatida. Poytar degan ko'rsatuv yozganman ssenariysini. O'shanda TV2 bo'lardi. Yoshlar kanali bo'lmas edi. TV2 yakshanba, dushanba dasturlarga bo'lingan edi. Yakshanba dasturi Furqat aka Zokirov. Kirganman Furqat aka deganman. Bitta ko'rsatuv o'qimoqchiman deganman. Xo'p deganlar. Mana shunaqa diplom ish qilib, desam, xo'p, nima ko'rsatuv? Gapirib berganman, shunaqa. Ko'rsatganman, mana, desam. Qaysicha bor lekin. Zo'r. Qil deganlar. Bo'ldi, kamera bering desam, yo'q deganlar. Voy, qanaqa qilib unda qilamiz? Bilmayman, eplasing top, kamera qil. Mayli, men ko'rib, yaxshi chiqsa efirga beraman deganlar. Ketdi, boshlandi yugur. Boraman, Sherzod syomkaga chiqib ketayotgan bo'lsa, Qudratxo'jayev, qancha vaqtinglar qoladi? Yarim soat, 1 soat qoladimi? Gulnora opam chiqib ketayotgan bo'lsa, nima ekan? Gulnora opa, qancha vaqtingiz qoladi? Undan yarim soat, 1 soat qolsa vaqt, kamera darrov o'zim SP kasseta sotib olganman. U paytda Navoiy ko'chada bo'lardi, sotilardi. Bitta amaki faqat o'shalar sotardilar. Sotib olib, o'sha kassetaga yozib, keyin Akrom aka Mahkamov, ustoz zo'r insonlar, olib kirgan Akrom aka deganman. Shunaqa ko'rsatib, shuni montaj qilish kerak deganman. Ertalabga cho'tirib montaj qilardik, yig'ib 10 daqiqalik ko'rsatuv bo'lgan. Akrom akam sложный montajda ishlardi. O'sha paytda sложный montaj voh edi-da. Hali kadrimda uchkirib ketsa voh bo'lardi-da. Keyin montaj qildik, tayyor bo'ldi. Furqat akamga olib kirdi. Furqat aka, mana ko'rib bering dedim. Furqat akam ko'rdilar. Mana buni olib tashlasangiz bo'ladi-da. Bir 30 sekundlik joyini olib tashladi. Bo'ldi, malades, efirga beramiz dedilar. Bo'ldi dedim, oxirga dedim, Muzaffar Mirzabekov diplom ish deb yozaman desam, bemalol, butun mahallani yozmaysanmi dedilar. Yozdim, efirga berdim. Efir ketdi, ertasiga institutga bordim, domlalar, zo'r chiqibdi, malades deb qo'yib diplomimni oldim. Keldim, Furqat aka, kattakon rahmat yordamingiz uchun. Mana diplomimni oldim. Ketdim, endi axborotga ketsam, endi ishlaysan dedilar. Menga o'tasan dedilar. Endi ishlaysan, endi ko'rsatuv qilasan, endi sen kamera beraman dedilar. Nimaga o'shanda bermadingiz desam, agar o'shanda bersam, sen o'rganib qolarding. Qani o'zingda harakat bo'ladimi, intilish bo'ladimi? Men shuni ko'rmoqchi edim. Agar bor ed tashib ketarsang, sendan hech narsa chiqmas edi dedilar. Demak, harakating bor. Bo'ldi, endi senga har yakshanba soat 18 da ko'rsatuvning joyi bor. Tayyorlab kelasan yangi. Mana kamera, mana montajga davay. U vaqtda ko'rimlilik ham zo'r bo'lgan bo'lsa kerak aka. Bitta efirdan keyin ertasiga siz ko'chada juda mashhursiz-da. Aynan o'sha ko'rsatuv efiri ketgan, ertasiga ertalab Beruniy metrosiga keldim. O'qishga ketishim kerak, institutga 18 trolleybus poylab turibman. Metroda ketkim kelmadi, nimagadir trolleybusda ketkim keldi. Endi qani odamlar ko'rgan bo'lsa, qanaqa ularda fikr bor, reagaj bor deb, bilgim keldi-da. O'shunchaki oy bilan o'sha bekatda turibmiz, 18 trolleybus poylab. Xohlasangiz, xohlamasangiz qulog'ingizga chaladi. Voy, ana bola kecha men televizorda chiqdi-yu. Yoqimli-da. Chunki men buni orzu qilgan edim. Men hech qachon bekitmayman. Aynan Mirzabekam Xolmetov Ko'zgu teatri u paytda universitet madaniyat saroyida kuniga 3 dan seans 5 kun konsert berishgan, bir hafta konsert berishgan. Bir semeylikdan edi bileti. Oxirgi seansga ishdan chopqillab kelardim, bir semeylikdanga bilet olib, oxirgi qatorda o'tirib tomosha qilardim. Ko'zgu teatri o'sha Obtakam, Mirzabek akam, To'xtamurod akam, rahmatli Sobit akam, Botir akam. Aynan o'shanda Mirzabek akam bitta monologlari bor edi. De juda miyamga o'tirib qolgan edi-da. Shunda chiqib o'sha sahnada gapirib, "Ey, taniqli bo'lish ham qiyin. Men yurolmay qoldim. Bozorga kirsam boshimga paket kiyib kirolman. Va ana mirza deyishyapti."
deb gapirgan gapi Mirzabek aka mana shu yerda qolganda, deganman. Qaraydi, men ham shunaqa bo'lsam, qachon bo'lar ekanman, harakat qilishim kerak. Men ham bozorga tushsa hamma qo'li bilan ko'rsatsin derdim. Allohga behisob shukr shu ham bo'ldi. Bozorga tushsam, o'sha ko'rsatuvimdan keyin chorsiga, "Va, anu bola yoqimli." Lekin uni yukini ko'tarib yurish undan ham og'ir, to'ppa-to'g'ri. Siz ma'mur bo'lib yozilgansiz, keyin rejissyor assistenti bo'lib tavsiya etilgansiz. Ko'rsatuv ma'lum boshlovchi ketdi, boshlovchi ketdi. Qarang, pilla poya pastdan boshlanyapti-da aka. Buni nimaga aytyapman? Mana hozirgi kunda ko'p telekanallarga kelayotgan yosh ukalarimiz, singillarimiz bo'ladimi? Asosiy maqsadlarini to'g'ridan-to'g'ri kelishlari bilan boshlovchi bo'lishim kerak, efirga chiqishim kerak deyshadi. Asosiy maqsad shu. Uning uchun nima qilish kerak degan savolga o'zlarida ham javob yo'q. Masalan, shuning uchun menimcha hozir men bu holatda men o'zimning fikrimni aytmoqchi emasman. Mana Muzaffarbek akaning fikrlaridan kelib chiqib aytyapman. Har doim pastdan chiqishga harakat qilsangiz, menimcha natija yaxshi bo'lishini ko'ryapsizlar. Xo'p, bugungi davr boshlovchisi aytaylik 2024-yilda boshlovchi chiqadi-da aka. Bugun boshlovchilik qiyin bo'lib ketdi. Chunki oldinlari 4 ta 5 ta kanal bo'lardi va mashhur bo'lish osonroq edi, tilga tushish osonroq edi deydi. Bugun qiyin bo'ldi, chunki bugun 20 ta kanal chiqdi. Qanaqa qilib men mashhur bo'laman deb o'ziga savol beradi va natijada u yog'ida o'ziga xos bo'lmagan, boshlovchiga xos bo'lmagan jihatlar bilan mashhur bo'lishga harakat qiladi. Shu holatga qanaqa qaraysiz? Haqiqatan ham bugun boshlovchi bo'lish qiyinmi? Boshlovchiga bugun vazifa ko'proq berilyaptimi? Yo'q, boshlovchi bo'lish qiyin emas. Ya'ni boshlovchi bo'lish qiyin emas deganim qaysi ma'noda? Tanilish, boshlovchi bo'lib tanilish qiyin emas. Uning uchun mana bu yerda miya bor-da, uni ishlatsa og'rimaydi. To'g'ri ishlatib bilish kerak. Masalan, mana kuzatib turaman-da, masalan, o'sha ko'cha-kuyda o'sha boshlovchini ko'rib qolsam, to'g'ri o'zim fikrimni aytaman. Zo'r deyman. Mana bunaqa tetik, mana bunaqa. Agar esingizda bo'lsa, sizga ham tom boshdan birinchi ko'rsatuvni sonida esingizda bo'lsa, Sherzod Ergashev bilan kelganimda birinchi aytgan gapim nima bo'lgan? Galstunni yechib qo'yinglar deganman. Shunaqa. Erkinlik bo'ladi. Erkinlik bo'lish uchun. Ha. Galstunni yechib qo'ysangiz, o'zingizdan maza qiladi. Baribir u qolipga solib qo'yadi. O'shaning uchun men biron bir boshlovchini nimasidir jihati tortib qolsa, har doim o'shani ko'cha-kuyda ko'rib qolsam yoki o'tbetda ko'rib qolsam, albatta aytaman o'zim fikrimni. Aytmoqchimanki, demak, o'sha boshlovchi kallasini ishlatyapti. Harakat qilyapti. Endi hozirgi kunda nima ko'p? Hayp ko'p. Internetimda ochsangiz, hammasi oldi qochdi, u bu aytdim, baraka topkur deyman. Hozirgi kundachi bachkanalik qilib, bir nima qilsangizchi, darrov e'tiborga tushyapsiz. Bu odamlar hali boshini ortgisi kelmayapti-da. Shu ko'ngil ochar ekan deb qarayapti-da. Vaholanki o'zini miyasini zanglatib qo'yadi. To'xtatib ham qo'yadi. Saviyali zo'r boshlovchi. Masalan, men Nurmuhammad Isroilovga ikkita qo'limni ko'tarib tan berib, bu do'stimni suxanini eshitgim keladi. Ovozda ham salovat bor, go'sh bor, fikr tinov, ma'no zo'r va so'zni qadrini biladigan boshlovchi. Maza qilasiz eshitsangiz. Xuddi shunga o'xshab, uning uchun o'zini ustozligini ishlash kerak. O'sha boshlovchi men nimadir, yo'q chiqib olib raqsga tushib tanilaman deydimi, bir nima qilay kerak emas. Mana men har doim aytaman-da, ko'rsatuvimda, boshlovchi bo'lgan paytimda xonandalar kelsa, raqsga tushga yo'q deyman. Raqssi raqqosi tushadi. Men raqsga tushmayman deyman. Hozir ko'rib o'tirganlar, qatta oxirida xaylashayotgan, ashlayotgan, to'g'ri ashlayotgan chapga chalib turaman. Hech qo'lim ko'tarib o'ynayman. Ha. Hech qachon qo'lim ko'tarib o'ynayman. Munosabat qarshi chalib turaman. Raqsga alohida raqqosa aytib qo'yish kerak. U boshlovchi, yo o'yinchimi? Yo uni qilsin, yo buni qilsin. Ali Rustamda yaxshi gapi bor-da. Polo беременности не бывает deydi-da. Chala-chulpa qilish kerak emas. Yo u yoqqa o'tsa, yo bu yoqqa o'tsa. O'shaning uchun boshlovchimi obro'sini ham bilish kerak. Haddini ham bilish kerak.
o'zi ko'rsatuvda bugun podkastda aynan shu mavzuni ochishni niyat qilgandim, aka. Oxirgi haftalarda o'sha O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi kompaniyasi tizimidagi mahalla telekanalidagi bitta ko'rsatuv, shu ko'rsatuvni kichik bir qismida bitta sonida ijodkorlar taklif qilingan. O'zingiz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. O'sha ijodkorlar, agar ijodkor deyish mumkin bo'lsa, men bu jihatini ham aytib o'tishim kerak, chunki men ular bilan to'liq tanishmasman, yigitlar bilan. Qo'shiq aytishgan, qo'shiqda o'sha fahshga targ'ib qiluvchi, ishora qiluvchi so'zlar ishlatilgan va unga boshlovchilardan birining munosabati berilgan, raqs o'laroq munosabat berilgan va bu holatda ko'pchilik to'g'ridan to'g'ri o'sha telekanalni ayblayapti. Men o'zim fikrim bor, oldin sizni fikringizni bilmoqchi edim. Nega tomoshabinlar ham bu ijtimoiy tarmoqqa tarqalgandan keyin katta rezonans berdi? Hamma o'zini munosabatini, biz yozmada zo'rmiz-ku aka, hamma yozib tashlang. Monitor orqasida hamma polvon, televizor bemalol yozishadi. Hamma to'g'ridan to'g'ri boshlovchini, to'g'ridan to'g'ri telekanalni ayblayapti. Vaholanki o'sha qo'shiqlar deylik, shu holatdagi, shu mazmundagi chiqishlarni qaysidir qiziqchilarning guruhiga ham borib, konsertiga bilet olib pul bilan tushishadi yoki bo'lmasam boshqa telekanallarda ham eshitgan bo'lishadi va aynan mahalla telekanalida ko'rganliklari bu ularga sal erish tuyulganligi uchun ham keskin telekanalni tanqid qilib ketishdimi degan fikr o'tdi, lekin sizning fikringiz qanday aka? Yo'q. Bilasizmi, nafaqat u mahalla telekanalida, balki boshqa telekanalda ham chiqqanlar million marta ko'ryapmiz. Aynan seriallar, voy mamnaqa, kechirasiz. Serial deganda maza qilib ko'radigan narsa bo'lishi kerak-da. Qaynona kelini janjali, uni boshqa mavzudan tashqariga o'ta olmay qoldik. Tiqilib yotibdi-yu mavzu. Tiqilib yotibdi. Lekin o'sha mavzuga kirsangiz, "Ya qo'yaqa buni qilmaylik" deb turishadi rahbariyat. Shunaqa deyishadi. Yo'q. Shaxsan men o'zim masalan kriminal seriallar yaxshi ko'raman-da. Deb maza qilib ko'raman. Voqea boshi bor, yechim bor, xulosa bor. Zo'r. Masalan, O'tkir akam qotili, O'tkir tergov. O'shalarni har bittasini yig'ib bitta serial qilib olsangiz bo'ladi bemalol. Shunaqa mavzuda serialni ssenariyini olib kirsangiz, "Yo'q, qo'y, kerak emas, qo'y. Mana shu biz hali qaynona kelimizga tinchgina." Bo'ldi endi. Alloh rahmat qilsin, O'zbekiston xalq artisti Husan Sharipov bir zo'r narsani gapirgan edilar 13-studiyada. Agar imkoniyati bo'lsa ijtimoiy tarmoqda ko'rishinglar mumkin. O'sha joyini ham kesib olib ham rosa aylantirishdi. Aynan seriallar to'g'risida fikrlarni zo'r fikr bildirganlar. O'shani ko'rish kerak. Endi siz aytayotgan narsangiz bo'yicha uni taklif qilayotgan inson o'sha ashulasidan ham ehtimol ijtimoiy tarmoqda ko'rgan. Chaqirganda misol uchun aytish mumkin edi. "Aka, ashulalaringiz zo'r, faqat mana bu qo'shig'ini aytmang, boshqa qo'shiq ayting." Lekin o'sha chaqirgan odam shu qo'shiqqa urg'u berib chaqirganda. Aynan shu. Chunki endi meni fikrim, bilmayman. Chunki bu qo'shiqqa quloqqa o'tirib internetda aylangan bo'lsa, voh, mashina chaqir. Hozir telekanalda shunaqa bo'lib qoldiki, bugun men bundoq ko'rinsa, baravariga tap yugurib kelib, hammasi o'shani olib kelib efirga chiqarish harakatini qiladi-da. Baravariga tap yugurib, tez olib kelmoq chiqsin. Bunaqa bo'lmaydi. O'sha kelgan ekan, hop kelibsan. Misolchi qo'shiqlarini olib, oldin eshitib olish kerak. Qani, nima qo'shig'ing? Mazmuni qanaqa? Kechirasiz. Sizni millionlab odamlar ko'radi. Millionlab. Bitta noto'g'ri gap uchun, noto'g'ri gap emas, hali so'zi noto'g'ri o'qib qo'ygan uchun, urg'u noto'g'ri berilgan uchun o'zim ko'rganman. Nechta diktorlar oylab efirdan olib tashishardi. Va bu ular uchun fojia bo'lganda. Assalomu alaykum. Hozir misol uchun bu telekanalda chiqdi-da, mamlaqa ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketib qoldi, uyaltirib qo'yding. Bo'ldi, bizlar ishlamaysansa boshqa telekanal kel, bizlar ishla, bo'pti-da. Hali nima deydi, ani bedanan uy yo'q, qayga borsa pitbildiq deydi. Yo'q. Boshlovchimisan? Boy aytganimdek, haddingni bil. Obro'yingni bil, me'yoringni bil. Shunda sen bilan o'sha boshqalarning munosabati xuddi o'shanaqa bo'ladi. Rashid Xoliqov, menga oddiy misol aytaman. Rashid Xoliqov
qaysi to'y hashamda ko'rgansiz, bitta kayib kelib quloqiga mana shularni aytib berdigani ko'rganmisiz? Yo'q. Haddini biladi u. Chiroyli kiyinib keladi, muomalasi chiroyli, joyda turadi, bachkanaliyu, qo'shig'ini aytadi, chiqib ketadi. O'sha ichib olgan odam ham kelib unga ba'lan shularni aytib ber deya olmaydi, haddi sig'maydi. O'sha holatda keling, sizni hozir o'sha kazusga tashlab ko'ray aka. Ya'ni efirdasiz, jonli efirdasiz. Endi mehmonlarni boshqalar taklif qilgan, lekin sizni boshlovchi sifatida chaqirishgan va baribir asosiy aybdor tomoshabin uchun boshlovchi ko'rsatdi. U kadr ortida muxbir chaqirib bergan bo'lishi mumkin, muharrir chaqirib bergan bo'lishi mumkin. U mehmonni tomoshabinga qizig'i yo'q. Boshlovchi birinchi o'rinda aybdor sifatida ko'riladi va siz mana shunaqa holatga tushganingizda o'sha jonli efirda shu holatda qanday chiqib ketgan bo'lardingiz? Ya'ni shu qo'shig'ini aytmoqchi bo'ldi yoki boshladi, to'g'ridan to'g'ri to'xtatish imkoniyati bo'ladimi? O'zi tajribali boshlovchilar qanday yo'l tutadi bunaqa holatda? Bo'ladi. Buni yo'l olsan. Qolganlar uchun ham life hack bo'ladi-da bu. Shuning uchun o'ylayapman-da. Endi shaxsan men nima derdim? Qo'shiq boshlandi, o'sha birinchi kupleti ketdimi? Bildingiz? Noto'g'ri. Ha, noto'g'ri qo'shiq. Stop derdim. To'xtat derdim. Bu qo'shig'ingizni million marta internetda eshitganmiz-ku. Boshqasi yo'qmi? Boshqasini aytib bering. Buni million marta eshitganmiz-ku. Boshqasini ayting, maza qiling-lu. Hali hisob eski maqsadni tortaverasizmi? Hadi bitta shularga yopishib olasizmi? Yangisdan bo'lsin. Desak, sekin vaziyat ham yumshab qoladi, mehmonlar ham xafa bo'lmaydi. Lekin aynan to'xtata olishni albatta stop deylardi. Ha, shu so'z kerak, ha? Albatta. Chunki siz ta'kidlab stop dos. Hamma to'xtaydim, nima bo'ldi ekan deb. Bunaqa emas-da. Endi bu siqasi chiqib ketdi, hamma eshitib bo'ldi. Yangisdan aytib bersangiz-chi. Chiroyli bunaqasiga o'tib ketsa bo'ladi. Mana life hack. Bittasi bemalol qo'llab ko'rishingiz mumkin faoliyatingiz davomida. Agar sizda avvalo bo'lmasin u, lekin sizda mana shunaqa holat bo'lib qoladigan bo'lsa, sinab ko'rishingiz mumkin. Siz faoliyatingiz davomida qaysidir ko'p-u sizda loyihalar aka? Ham radioda, ham teleboshlovchi sifatida telekanallarda ko'p loyihalarni olib borgansiz. Hech birortasida ishlaganingizdan afsus qilganmisiz yoki hozir ham afsus qilasizmi birortasida ishlaganingizdan? Yo'q. Hammasi o'z o'rnida. Kim o'zini bolasini yomon deydi? Kim o'zini bolasini yomon deydi? Men hammasidan zavqlanib ishlaganman. Chunki men bitta loyihani efirga olib chiqish uchun bilasizmi qancha ishlayman men? Necha oylar, ba'zan yillab ketadi. Uni efirga olib chiqqanimcha. Tomoshabin tayyor mahsulotni ko'radi. Eshitadi. Men necha yil yo'q o'yini men bolaligimda 3 yosh, 4 yosh paytimda Alloh rahmat qilsin, buvim biza bilan o'ynardilar. Nabiralarni yig'ib olib ayvonga. Turshey, magiz, yong'oq bo'lardi. Bir 25 ta 30 ta nabiramiz, ayvon to'la qiychu, hey derlar, senga topishma aytib qo'yaman, senga uni aytib qo'yaman, sen she'r yodlab tur, sen buni qil, sen bilan o'ynaymiz. Hamma kelinlar ishga ketardi, buvim 25 ta 30 ta nabiram boqib, hammasini kelinlar kelguncha chalg'itib o'tirardilar. O'shandan ekanda ba'zi. O'shanda qolgan miyamda. Demak, hech qaysidan afsus qilmaysiz? Yo'q. Loyihalarni. Yo'q. O'sha qaysidir loyihalaringizni tanqid qilgan tomoshabinlar ham bo'lganmi? Sizni esingizda qoladigan darajada yoki mana shu loyihada ishlamasangiz bo'lardi degan fikr eshitganmisiz? Chetdan, orqa barotdan, balki o'zingizga to'g'ridan to'g'ri. Qanaqa tanqid bo'lgan? Zina ko'rsatuvim to'g'risida savollar juda ham qiyin-da degan tanqid bo'lgan. Savollar qiyin-da. Osonroq qilsangiz bo'lmaydi deb. Keyin o'shandan keyin osonlashtirib taxt haqida savollarni qo'shib tashladingiz. Vaholanki shunga ham mana bitta narsa bor-da, qarang. U qiz juda ham a'lochi qiz, kallasi butun qiz. Lekin menman degan odamingiz ham kamera oldiga kelib motor boshladik desa, bor narsa ham yo'q bo'ladi. Esdan chiqib ketadi. Mana yaqinda bitta yigit bilan loyihada suhbatlashdik. Nechta kitob o'qigansiz? Sen u g'olib bo'lgan ekan birinchi marta. 500 dan 600 ta kitob o'qiganman dedi. Gap yo'q dedim. O'qigan kitoblardan savol bersam ham to'xtab qoldi.
U nima? Kamera qarshisidamidi? Ha, 5 daqiqada million o'yinimizda. Intellektual o'yinda. Bitta voqeani aytib beraman men sizga. Samarqand viloyatiga xizmatga bordim. O, bundan bir 10 yilchami oldin voqea bu. De, zina bo'lmayapti. Endi u paytda hali to'xtagan edi. O'zimcha liniyada yo'qman, faqat radiodaman. De, bir yigit keldi, dedi, mendan bir 3 yoshmi 4 yosh katta bo'lsa kerak. Dedi, ukam dedi, zinamazini men o'tirib hammasini topib o'tirardim. Bilasanmi, men 150 tadan oshiq kitob o'qiganman, suv qilib ichib yuborganman hamma narsani. Aytdi, yaxshi. Hech men chaqirmagansan. Endi men sizni qayerdan bilaman? Televizor oldida topib o'tirishingizni bilganda chaqirardim dedim. Qasr huzur qildik. Mana hozir любой savolni bergan men topaman dedi. Mayli qo'ying, men xizmat keldim. Dedi, nima qo'rqasanmi? Savollar yo'qmi dedi. Aytdim, yo'q, savollar bor, serob dedim. Ber, hozir bitta savol men o'zim mana senga hozir isbotlab beraman. Xo'p dedim. 2x2 5 asarini kim yozgandim? 2x2 5 esimda edi. Xo'p, bo'ldi. Desam, to'xta, kim dedi. O'tkir Hoshimsan. Matematik masu deyapti-da. Bo'ldi, shu yerda to'xtadim men. Boshqa savol bermay qo'ya qoladingizmi? Nega ko'p intellektual shoularni targ'ib qilasiz aka? Hozir oxirgi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda, xususan Instagramingizda ham ko'raman, savollar, qiziqarli savollar berasiz va telekanallardan birida shu aynan shunga ishora qiluvchi ko'rsatuv ham boshlagansiz va oldin ham qilgandingiz. Nega shunchalik shunga qiziqishingiz bormi? Yaxshi ko'raman intellektual o'yinlarni. Zo'r-da. Ali chaqlab turasiz-da, miyani sanglab qolmasin deb. Radio har kuni jonli efir sizni nutqingizda, tilingizda chaqlab turadi. Fikringizda. Intellektual o'yin ham fikrlashga majburlaydi. O, bamti ochilmay qolgan fayl ochasiz-da. Eski fayllarni. Mazza qilasiz-da. O'zim zavqlanaman. Ko'rsatuvlarni boshida sanaganimizda har xil saviyadagi ko'rsatuvlar haqida, shoular haqida gapirib o'tdik-da. Telekanallarda bugun reyting masalasi ko'tarilgan. Buni yaxshi bilasiz. U xoh davlat telekanali bo'lsin, xoh xususiy telekanallar bo'lsin, ko'rsatuv uchun birinchi o'rinda planka bu reyting yuqori bo'lishi qo'yiladi va mana shu reytingni to'g'ri o'z o'rnida bo'ladi deb hisoblaysizmi siz? Yo'q. Xolis deb hisoblaysizmi? Yo'q. Nima uchun? Reyting nima? Bu bir texnika. Buni inson qo'li bilan bajarishi mumkin bo'lgan narsa. Bu birinchidan. Ikkinchidan, men buni har doim ham aytganman, rahbariyatga ham aytganman, reyting bilishni xohlaysizmi deganman. Kanalingizdagi nechta boshlovchi bo'lsa, olib chiqing deb bozorga qo'yib yuboring, qani nechta odam taniydi. Mana sizga oddiy reyting, xalq reytingi. U sizlar gostinitsalarga, qatlagadir qo'yib qo'yilgan joylarga, u kechirasiz mehmonxonaga borgan odam dam oladi, u televizor ko'rib o'tirmaydi sizga kanallarni titkilab. Dam olgani boradi, uxlaydi, ertalab turib yana shaharni aylanaveradi, misol uchun. Yoki ma'lum bir anaqali xonadonlarga qo'yilgan deyshadi. Endi bilmayman, bunga ishonmayman-ku. Lekin reytingga shaxsan men ishonaman. Reyting bu mana oddiy odam. Qani nechta odam taniydi? Biladimi? Mana bu reyting. U gologramma uni boshlovchini reytingi bo'lib qolmaydimi-kin, aka? Boshlovchi o'sha ko'rsatuvni tayyorlaydimi? Boshlovchisimi? O'z-o'zidan avtomatik ravishda o'sha ko'rsatuvni ko'rgan bo'ladi, baraka topkur. To'g'ri, lekin bitta tomoni bor-da, ko'rsatuvni, masalan, aytaylik, ko'rsatuvlar mana barmoq bo'ladigan bo'lsa, bitta mush qilsak, u qattiq bo'ladigan bo'lsa, bu telekanal zo'r bo'ladi degani. Va mana bu bitta o'zi harakat qilsa ham, bu ko'rsatuvlar yaxshi bo'lmasa, mana buni jamlangani butun telekanalni yaxshilay olmaydi degan ma'noda aytaman. Ya'ni bitta boshlovchi telekanalda ichida yaxshi faoliyat yuritsa, lekin qolgan ko'rsatuvlar telekanalni orqaga tortadigan bo'lsa, bu boshlovchini ham zararga ishlamasmikin deb o'ylayman. Oddiy misol mana siz ham bozorga tushsangiz yoki men ham bozorga tushsam, ko'pincha aytishadi. "Ey, banga qara" deydi. "Sallan kanalingda ani ko'rsatuv bo'lmabdi. Menmi yaxshi ketyapti? Yoki anu nima qilasanlar, bachkanalashtirib, yig'ishtirsalaring-chi. Yoki menmi serialga nima bor, qum bombida qo'yib yig'ishtir" deydi. Yoki "Mana buni berlaring serial, mayli eski bo'lsa ham maza qilib ko'ringlar" deydi.
u butun kanalga baho beradi. Siz orqali baho beradi. O'zimni qiziqtirgan savol bor. Muzaffar aka, hozir juda ko'p rotatsiyalar qilishyapti telekanallar bo'yicha va o'ylab ko'rdim. Sizdagi ortda qolgan 30 yildan ortiq tajriba bor. Ham radioda, ham telekanalda tajriba bor. O'zingizga shunaqa rahbarlik tushib qolsa, ya'ni telekanal yoki radio kanal rahbarligi tushib qolsa, birinchi o'rinda bunga o'zingiz shaxsan tayyormisiz? Ikkinchi o'rinda qanday bir o'zgartirishlar qilgan bo'lardingiz aka? Menga shu qiziq, ham siz shoumensiz, tele radio boshlovchisiz. Men hech qachon kursiga intilmaganman. Shu paytgacha. Hech qachon, hattoki chaqirib, mana men joy bo'shatolmay ketolmay, mana shu yerga san o'tir, mana shu kanalni yurg'izgin deganda ham o'tirmaganman. Chunki men erkin ijodkorman. Men romkada, boshqada ishlash yoqtirmayman. Mayli, g'oyalar bo'yicha yordam beraman boshqa, lekin men kursiga o'tir. Agar kursini ishqibozi bo'lganimda, men allaqachon ancha tepada o'tirgan bo'lardim. Muzaffar aka, shu narsa mana hozir keldi xayolimga. Agar qandaydir rahbarlik berilsa, u ijodga ta'sir qiladimi? Albatta. Albatta, bu ilojsi yo'q. Ijodga ta'sir qiladi. U ilojsi yo'q. Keyin ijodga qaytsangiz, unaqa ijod qila olmaysiz. Men sizga oddiy misol keltiraman. To'tiqush qafas ichida boqdingiz. Boqdingiz, gapiradigan to'tiqush. Uni erkinligimda chiqarib qo'ysangiz, uchib ketmaydi, turaveradi poylab. O'rganib qolgan. Qachonga ovqatini berasiz? Yuraveradi o'sha atrofingizda, uchib ketmaydi. Shuning uchun yo'q, men agar aytaman kursiga intilgan bo'lganimda to'xtab qolarmiz. Mana ali insonga bevafo narsalar ko'p-da. Ulardan bittasi pul. Bugun menda bor, ertaga boshqasida. Kursi bugun men o'tirib, ertaga boshqasi o'tiradi. Tobut bugun meni olib ketadi, ertaga boshqasini olib ketadi. Sizga mazmunli suhbat uchun Muzaffar aka rahmat. Salomat. Ko'rsatuvning oxirida bitta o'zimni sinab ko'rsam maylimi aka? Bu sinov siz yordamingizda bo'ladi. Men hech bu holatga tushmaganman. Ha yo'q o'yinida o'zim ishtirok etsam. Shu qo'ng'iroq qilib tushish qiyin bo'lardi. Shuning uchun hozir shuning uchun chaqirib oldim aka sizni. O'zi asl maqsad shu edi aka. Shunga bitta qatnashib ko'rsak. Eng yuqori rekord qanaqa bo'lgan? Eslab qolganmiz? Masalan, siz 3 daqiqa berasiz-ku? Ha, 3 daqiqa. Oldin 5 daqiqa edi. Keyin uni ham yengillashtirdingiz. Yengillashtirib 3 daqiqa qildim. Keyin mana hozir Yoshlar kanalida zamonlovchi ko'rsatuvda taqdim etamiz. O'sha Ahror bilan ikkalamiz mehmon bilan orasida odamlar telefon qilishyapti. Jonli efirda o'ynaymiz. 1,5 daqiqa qilib qo'yganman. Undan ham oson qilib. Hozir menga nechta daqiqa berasiz? 1,5. Siz ham qiynab. Bitta sinab ko'raylik. Bo'ldi. Tayyormiz? Tayyorman. Boshladik. Hozirgacha nechta podkast sonini suratga oldingiz? 120 ta bor. 7-si. Yo'q. Va bo'ldi, yutqizdingiz. 7 soniya. Yo'q, maza qila olmadim aka. Maza qila olmadim aka, bitta boshqa. Yo'q, mana shu mazasi mana shunda. Tomoshabinlar ham maza qilsin. Qiynaga. Mayli, yo'q. Hozir xayolimdan chiqarib yubordim-da, ishonasizmi? Mana birdaniga suhbatning ichiga kirib olamiz-ku. Siz suhbatning ichiga kirishga harakat qildingiz. Men xayolimdan chiqib ketdi. Menga podkast bo'yicha savol berdingiz, ketdi bu yog'i. Shunisi bilan qiziq shunda-da. Muzaffar aka, sizga rahmat. Alohida ishda, ijodiy faoliyatda muvaffaqiyat tilaymiz. Garchi o'zi muzaffarli, muvaffaqiyatli yo'lda yurayotgan bo'lsangiz ham, shogirdlarni kutib qolamiz sizdan aka. Chunki bugun shunaqa maktab kerak va bu maktabga hozir telekanallar muhtoj. Shuning uchun sizdan mana shunday shogirdlarni, garchi o'zimiz ham o'sha shogirdlar qatoriga qo'shilishni istaymiz. Gap so'z yo'q. Men fursatdan foydalanib rahmat demoqchiman taklif qilganingizga. Rahmat, salomat bo'ling. Tomoshabinlarimiz, bugungi ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz degan umiddamiz. Qolganini yashasak ko'raveramiz. Sog' bo'linglar. Kun podkastida kun uzda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Rahmat. Salomat bo'ling.